Ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazida O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi tashabbusi bilan tashkil etilgan loyihalar kuni tadbiri bo'lib o'tdi. Unda jurnalistika sohasini rivojlantirishga qaratilgan qator yangi tashabbuslar, innovatsion g'oyalar va istiqbolli loyihalar taqdim etildi. Tafsilotlar Shohruxbek Saidahmadov lavhasida. Dastlab taqdimotda O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasining yangilangan rivojlanish konsepsiyasi jamoatchilikka tanishtirildi. Unda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt imkoniyatlari, zamonaviy media yondashuvlari hamda jurnalistlardan talab etilayotgan amaliy tajribalar haqida so'z yuritildi. Jurnalistlar uyushmasi tadbirboz bir tashkilotdan amaliy ko'mak beradigan tashkilotga o'tyapti. Ya'ni to'g'risi mana shu hozir taqdim etilgan loyihalarni juda ko'pchiligi xalqaro normalarida bor, xalqaro tashkilotlarni faoliyatida kuzatib, oldin havas qilib yurardik, to'g'risi, va hozir mana shunday loyihalardan biri psixologik markaz haqida gapirdi. Ya'ni bu psixologik ko'mak markazi nafaqat psixologik, balki huquqiy ko'mak markazi. Bu yerda jurnalistlar qiyin holatlarga tushib qoladi. Har xil mojaroli vaziyatlar. Mana shunday paytlarda media huquqini biladigan yaxshi advokatlarga biz muhtoj bo'lamiz. Umid qilamanki, yaqin yillarda bu konkret tizimli bizga yordam beradigan uyushmani shakllanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari uchun davlat grantlari va davlat ijtimoiy buyurtmalari bo'yicha yangi imkoniyatlar, moliyalashtirish mexanizmlari hamda loyiha takliflarini ishlab chiqish tartiblari haqida batafsil ma'lumot berildi. Davlat ijtimoiy buyurtmasi nima? Bu xohlagan davlat tashkiloti, bu vazirlik, qo'mita, hokimliklar, agentlik va hokazo biron bir ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan loyiha haqida buyurtma beradi parlament fondiga. Deylik, u madaniyat sohasi bo'lsin, media sohasi bo'lsin, qishloq xo'jaligi farqi yo'q, xohlagan sohasi bo'lsin. Mana shu sohada muammo bor, mana shu muammoni hal qilish kerak degan narsaga. Buyurtma demak davlat tashkilotiniki, mablag' jamoat fondi beradi. Buni ijrochisi bu fuqarolik jamiyati instituti, ya'ni shu jumladan ommaviy axborot vositasi ham bo'lishi mumkin. Bu boshqacha aytganda ochiq tanlov bo'ladi. Kim qaysi yaxshiroq taklif mexanizmini taklif qilsa, demak shu g'olib bo'ladi. Loyihalar kuni media sohasi vakillari uchun nafaqat yangi tashabbuslar taqdim etilgan maydon, balki hamkorlik aloqalarini kengaytirish, tajriba almashish va istiqbolli g'oyalarni ilgari surish imkonini beruvchi muhim platformaga aylandi. Shohruxbek Saidahmadov, Asror Ibrohimov, Yoshlar.